Qur'oni Karimni yoki zikrlarni betahorat holatda aytib o'qib yursa bo'ladimi? Qur'oni Karimni o'qishlik uchun tahorat shart emas, balki mustahab deydi ulamolar. Ya'ni tahoratli holatda bo'lish afzal. Betahorat holatda bo'lsa ham yoddan, zehndan o'qish mumkin. La yamassuhu illal mutahharun degan oyat bor. Voqea surasida keladi. Uni faqat Qur'onni poklanganlargina ushlaydi. Bu oyatning tagida ulamolar aytadi, amr bor. Ya'ni bu degani Qur'onni faqat poklanganlargina ushlasin. Qur'onni ushlashlik uchun tahorat shart, lekin o'qishlik uchun tahorat shart emas. Bu degani betahorat bo'ling demoqchi emasmiz. Tahoratli holatda bo'lish afzal. Demak, Qur'oni Karimni betahorat holatda o'qish mumkin va zikrlar, salovatlar, ya'ni istig'for, salovat, subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, astag'firulloh, la ilaha illallohni betahorat holatda ham aytib yursak bo'ladi. Faqat hayz ko'rgan ayol yoki junub bo'lgan erkak va ayol Qur'oni Karimni o'qiy olmaydi, lekin zikrlarni qilaversa bo'ladi. Qur'oni Karimni o'qishlik uchun esa nima bo'lmaslik kerak? Ya'ni katta betahoratlik, hayz, nifos va junublikdan pok bo'lish kerak. Lekin zikrlar uchun esa nima hayz ko'rgan bo'lsa ham, junub bo'lgan bo'lsa ham yoki nifosli holatda bo'lsa ham zikrlarni aytib yuraversa bo'ladi.